Mashqim pasayyaptimi, Simi? Jin ursin mashqini. O'sha Peter Panning mashqi balandmidi, a? Uni timsohga tashladi. Yirtqichga shunday yoqdiki, u orqamdan tinimsiz quvladi, yaramas. Yo'q, Mr. Simi. Axir men Peter Panga hatto ilmog'imni ham tekkizmayman deb va'da berganman. Ha, kapitan Hook hamisha so'zini ustidan chiqadi. Bugun men oltin oxuni qo'ldan chiqardim. Qo'ldan chiqardim. Ha, vazirim, qani kel, bu yoqqa kela qol. Kela qol, yaqinroq kel. Kel, bu yoqqa kel, qo'rqma. Qani, menga haligi olgan tangalaringni ko'rsatchi. Ha, ko'rsat. Hammasini ber, hammasini. So'nggi paytlarda qirolligimiz xazinasiga putur yetib qoldi. Sababi havoga soliq solingach, ko'pchilik nafas olmay qo'ydi. Bu qanday bedodlik? Hibsga olinsan. Bundan buyon yog'ingarchilik uchun ham soliq joriy qilinadi. Yomg'ir uchun 100 lir, jala uchun 200 lir. Mama qaldiroq va chaqmoq chaqqanda esa 300 lir olinadi. Ana shunday. Keyin nima demoqchisan? Ochiqroq gapir. U men bilan qoladi, vassalom. Men unga o'zim bilgan hamma narsani o'rgataman. Bu uzoqqa cho'zilmaydi deb o'ylayman. Menga qara bolakay. Dunyodagi boshqa hamma narsani unut. Ayiqlardek hayotdan lazzat ol. Ulponlar ulkan, bebaho, mislsiz, tengi yo'q mol-mulkim. Shiorimni bilasanmi, kansler? Boylarni boqmoq uchun kambag'allarni talamoq darkor. Men haqman. Endi esa seni g'olib deb, aniqrog'i mag'lub deb e'lon qilaman. Birodarlar, minnatdorman. Sizlar tufayli daryo podshosining saroyiga tushib qoldim. U mehmonlarni quruq qo'l bilan qaytarmas ekan. Xohlagan narsangni olaver deganda, bir sandiq manavi narsalarni oldim. Umrimni oxirigacha yetadi. Omon bo'linglar yana bir bor. Qo'y kichkintoy, ayb senda emas, gap boshqa narsada. Nimada? Muhim bu sen uchun saboq bo'lsin. Tulkilar ochlikka chidamli bo'lishlari va ularga qanchalik og'ir bo'lmasin, yegul uchun jonlarini xavf ostida qo'ymasliklari kerakligini tushunishing kerak. Sendan sira xafa emasman, Buk. Gapimni qanchalik rostligini tasdiqlash uchun esa seni o'zim bilan ovga olib boraman. Nega bilmas ekanman? Mana o'zing bir tasavvur qil. Ovchini o'rmondagi uyi, barraginaki go'shti olovda kabob bo'lmoqda. Bir yoqda xotincham oyoqlarimni uqqalanmoqda. Bir yoqda bolalarim kuchuvlar bilan o'ynashmoqda. Ular 6 ta yo 7 ta bo'ladi. Kuchuvlarmi? O'g'illarim. Ular menga o'xshagan bo'ladi. Shaxsan men uchun bu eng og'ir judolik. Shu bois men qalbimda og'ir alam bilan qirol bo'lishga rozilik beraman. Biroq biz bu mash'um fojiadan o'zimizga xulosa chiqarib, shunda yangi davrga qadam qo'yamizki, bu davrda sherlar bilan sultonlar hamdamu hamkor bo'lib yashagaylar hamisha. Hayot g'irromlik qildi. Haqroq, zero men endi hech qachon qirol bo'la olmayman. Sen esa bugunoq kuning bitadi. Buni qaraya. Bog'imizdagi daraxtlar qiyg'os gullabdi. Ana uni qara. Hali ochilmabdi. Lekin mana meni aytdi dersan. Bu gul hali hammasidan chiroyliroq bo'lib ochiladi. Vatanga xizmat qilish agar bilsang, erkaklar burchi. Axir siz yosh yigit emassiz-ku. O'zim ham o'z burchimni ado qilgan bo'laman. Nima qilish kerakligini o'zim bilaman. Ishimga aralashga haqqing yo'q.
Kimlarning orasiga kelib qoldimi? Biri hech narsa qo'ldan kelmaydigan yalqov bo'lsa, ikkinchisi qo'ldan hech narsa kelmasa-da, o'zini istopar deb maqtanadigan dardisar yo'lbars. Uchinchisi esa sen nega tiqilib qolding, churvaqa? Maslahatim mard va jasur yirtqich bo'lib voyaga yet. Bo'lmasa holing voy bo'ladi. Nimalar deyapman? Qanaqasiga yirtqich bo'lasan? 3-4 ta tola soch, ozgina et, lattaga o'rab chirmalgan bir parcha suyaysan. Bu men bilgan joylarning eng yaxshisi. Oramizga xush kelibsiz. Baxtli bo'linglar, do'sti qadrdonlar. Qani hammalaring yaxshilab joylashib o'tirib olinglar. Keyin esa navbatma-navbat bu yil boshimizdan o'tkazgan eng qiziq voqealarni so'zlab beramiz. O'tirib oldinglarmi? Unda men boshlay qolay. Bu yil nimalar bo'lgandi-ya? Esladim. Bir kuni uyga qaytayotsam, yo'limni katta bir daraxt yiqilib to'sib qo'yibdi. Shartta tomiri bilan qo'porib tashladim. Lekin o'sha kundan boshlab uning ostida yashagan mahluqlar meni uyimga in qurishgan. Lenni? Senmisan? Tirikmisan? Seni yo'qotdim deb o'ylagandim. Ustingdagi nima? Nima deyapman? Bu hazila meni ustimdan kulyapsanmi? Aqldan ozdingmi nima balo? Chetdan bu qanaqa ko'rinadi o'ylayapsanmi? Bunaqasini hali umrim bino bo'lib ko'rmagandim. Nega u bilan yuribsan? U akang Frankini o'ldirgan. Lekin dada quloq soling. Sen o'z oilangga qarshi borasanmi hali, a? O'zingni menga tenglashtiryapsanmi? Sen Frankini o'ldirding, Lennini esa delfinga aylantirding. Hali bu ishingga javob berasan. Javob berasan.